Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun yana sizlar bilan men Toshkent viloyati Bekobod tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yana bitta ma'lumotim. Mana bu gilosimiz valoviy gilos. Bu o'tgan yili mana shu joydan payvand qilingan mana shu joydan payvand qilingandi. Valoviy gilosni o'zini o'zi changlatmaganligi uchun bu yil yangi sortlardan bularga hammasidan mana shu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta shox qilgandi. 5 ta shoxiga 4 xil nav uladim. Mana ulaganlarim уже ancha kurta yoyib qoldi mana ulanganlar. Xo'p, bu skina ekan mana. Bunga skina navini uladik. Bunisi Lapinsk. Mana bu ham уже chiroyli olib qoldi mana Lapinsk. Maytda yana qaysi ekan? Giant Red. Mana Giant Red. Skina, Lapinsklar bular o'zini o'zi yaxshi changlatadigan giloslar. Maytda yana Svitariani ham bor. Buni 8-mart kuni ulagan ekanmiz bularni mana. Do'stlar, 8-martdan buyog'iga mana shuncha уже ko'klab qoldi mana. 8-mart kuni ulagan ekanmiz. Bu tarafiga ham mana skina ulangan. Skina. Mana bunisi ham ancha ko'klab qoldi. Valoviy giloslar yaxshi, o'zini o'zi changlatmaydi. Rosa oppoq gullaydi, lekin hosili yaxshi emas. O'shaning uchun mana shu o'zini changlatadigan giloslardan payvand qildim men bularga. Endi xudo xolasa hosilni ko'ramiz. Keyingi yilga balkim nishona hosil ko'rsatib qolar bular. Mana shunday ulab chiqdik mana. Do'stlar, hammasi ajoyib ko'karyapti xudo xolasa. Bu yilgi payvandlar 2025-yil bugun. Bu yil sanamiz bugun 28-mart do'stlar. Barchani kirib kelayotgan hayit ayyomlari bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin hayit ayyomlaring. Sog' salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi yana yangi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.